Dersimizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Endike mavzu. Hindistan arkadan deniz hareket kılıp atıdı. Amerika matbuatları Cungo'ga acellik zerbi biridu dediği mavzulu haber 8. ayının 9. günü Doğu Tor betidi ilan kılındı. Haber mındak başlar. Cungo Hindistan çıgıra tırkışıvatkan bir peytte. Cungo harbiy mutaxassisleri şununla dikkat kıldı ki Hindistan'da denizde arkadan hareket kılıp atıdı. Hindistan denizde arkadan hareket kılıp atıdı. Cungo bu hareketke dikkat kılmasa olmaydı. Universal matbuatta 8. ayının 9. günü haber kılıp bundak ko'rsat. Cungo Hindistan sürükülüşü 7. haftaya kadam koydu. İki tarafdan birbirine yol koyuş niyeti yok. Onundan başka Hindistan matbuatlarının haberleriga qaraganda Cungo Hindistan iki devlet Dunglan rayonida tirkishayotgan bir paytda Hindistan Devlet Müdafiə Ministerligi 8. günü hükümetinin 200 milyar rupiy pul yoki harbiy xarajat ajratib berishini talab qildi. Hindistan Cungo chegara qo'riqligida jiddiylik kuchaygan bir paytda Hindistonning dengizdagi harakati kuchayishga boshladi. Hindiston dengiz yuzida ikkinchi saf urush maydoni ochdi. Quruqlikda va dengizda o'zaro moslashib Hindiston armiyasi Cungoga intayin zo'r strategik talafot elib kelishi mumkin. Cungo buning uchun hushyor bo'lishi lozim deyildi xabarda. Cungoning import-eksport savdosi dengiz tush yo'llari eg'er bir yalliqqa duch keldi. Hindi okean bilan Tinch okean o'rtasidagi Malakka bo'g'ozi xalqaro dengiz qatnashning eng muhim o'tkanlarining biridir. Ham Cungoning dengiz savdosi qatnashi cho'qim shu yo'lda o'tadigan bir muhim yo'ldir. Kishini ansirtadigan bir taraf shuki deyildi xabarda. Malakka bo'g'ozi yana jo'grafiyalik foydasiz ko'p degan omillar bor. Yani Cungo'ga faydasız köp degan omillar bor. Malakka bo'g'ozida. Masalan, Malakka bo'g'ozi qatnash yo'li 1 kilometr 700 metr dengiz qatnashiga foydasiz nayta tar bir bo'g'ozdir. Hindiston dal shu nuqtani ko'rib ketgan Hindistondir. Andamar taqim orollarining avzal sharoitidan foydalanib ikki yo'l to'sig'i paydo qilib, Malakka bo'g'ozining g'arbiy shimol eg'izini tizginlab Hindiston Malakka bo'g'ozidan o'tadigan savdo parxodlarini to'sib qoladi. Demak, bundan qaraganda hozir Malakka bo'g'ozi askariy va boshqa jihatdan Hindistonning qo'liga o'tib bo'lgan. Hindistonning kontrolligidagi dengiz bo'g'ozi deb hisoblayapti hozir bu xabarda. 1999 yildan 2010 yilga qadar Hindiston dengiz armiyasi bu yerda ilgari keyin bo'lib, Hindiston dengiz okeani skadroni 3-armiya qo'mondonlik shtabini qurgan edi. Arlıqda Andabar, Nikobar taqim orollari men ahang tarjimasi bilan tarjima qildim. Ismi nima ekanligini bilmayman. Kechiringlar vatandoshlar. Andabar, Nikobar taqim orollarining markazi bilan yerda dengiz armiyasi harbiy baza qurgan. Bu rayonga Hindiston 10 necha harbiy parxod o'rinlashtirgan. İlg'or harbiy parxodlar buning qatoriga hisoblangan. Demak, 10 necha harbiy parxod degan bu katta gap. Hürmetli vatandaşım. 2010 yıldan keyin Hindiston bu orollarning ikki yerda harbiy aeroport qurdi. Harbiy aeroplanlarning sonini ko'paytirdi. Yaqindan beri Hindistonning bu yerga harbiy qo'shin to'plashi ko'payishga boshladi. Shunlashqa jiddiy ahvol ostida Hindiston armiyasi Malakka bo'g'ozi 350 kilometr neridagi Andabar Nikobar taqim orollari havo tavalligiga yaqin bir yerda avara bo'lmay harakat qilish taktikasini qo'llanib butunlay Malakka bo'g'ozini qamal qilishni yo'l qo'yib, Cungoning uyandim bu yanga o'tadigan savdo harbiy parxodlari va hatto harbiy parxodlarni Malakka bo'g'ozi to'sib qola oladi deydi xabarda.
Buningdan burun Amerikaning davlat manfaati jurnali maqola e'lon qilib, Hindiston Jungo urushi portlagan hamon Hindistonning ko'zuri Hind okean dengiz ustunligidan foydalanib Hindiston armiyasi Jungoning iqtisodiy qo'rqinchli oqibat elib keldi deb ko'rsatgan. Dengiz urushi Hindiston Jungo urushida hal qilg'uch urush bo'lib qoldi. Agar Hindiston bilan Jungo o'tirsa, quruqlikda urush partlasin, qayerda urush partlasin, hozir quruqlikqa 200 ming qo'shin yo'tkadigan bugun 3 diviziyada hozir ko'rib chiqdik. 3 diviziya orliqda 3 diviziya qo'shqanti bo'ldi, ya'ni 3 diviziya askar yo'tkab kelibdi Hindiston. Bu quruqlikda qo'yib turaylik, urush bo'lgan bo'lsa deydi. Hozir xabarda eng dahshatli urush dengizda bo'ladi, lekin dengizdagi urush Jungoga foydasiz urush bo'ladi deyapti. Malakka bo'g'zi Hindistonning kontrolligida demoqchi bo'lyapti.